Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Munavvar qorining so'nggi nidosi. 23 yoshida o'z maktabini ochgan, mardikor o'quvchini katta shoirga aylantirgan, Yevropada e'tirof etiladigan Jaddid. Munavvar qorining qisqagina umr yo'li chinakam ibrat bo'lgudek. Munavvar qori millatimizning ma'rifiy hayoti va mustaqillik yo'lini munavvar qilib ketgan zotdir. Chor hukumatini yo'qotish jaddidlarning tilagida bor edi, deb yozilgan edi. 1920-yildagi maqolalardan birida u qo'lingizdagi ushbu qisqa azaliy orzu erk bo'lgan jaddid bobolarimizning millat ozodligi yo'lidagi intilishlari va bu yo'lda kurashishlarigina emas, Munavvar qori va uning shogirdi To'lqin Tursunzoda o'rtasida bo'lib o'tadigan suhbatlar asnosida o'sha davr havosi, millatning asl farzandlariga qilingan nohaqligu adolatsizliklari ruhan sindirishga bo'lgan harakatlari bilan tanishish imkoniyatini beradi. Falakning gardishi bugun biz turkistonliklar irodasiga qarshi aylanayotgani rost. Illo bugun bo'lmasa ertaga, erta bo'lmasa indinga, qachondir albatta bizning xohishimiz, istagimiz tomon ham aylanib qolishiga shak shubha qilmayman. To'g'ri, ko'plarimiz hurriyatimizni, ozodlikka chiqqan kunlarimizni ko'rmasligimiz mumkin. Ammo bolalarimiz, kelajak avlodlarimiz ko'rishadi. Albatta, mustaqil, ozod, emin-erkin yashab, istiqlol sharbatini tutajaklar.